Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali a'zolari. Bugun mana 16 dekabr 2025-yil navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharining o'zidan yetib kelibdilar. Hop, laboni ichlariga nima qildik? Bunaqa uloqsiz listlar qo'ydik. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu joylariga konteyner pollar qo'ydik. Bu narsalar mana tunikada silliq tegadigan bo'lsa, tunika bukilmaydi, ramaga ham o'tkazmaydi. Penaplekslar ham bor, shumkalari bor. Chakpaklari qo'yilmagan, uloqsiz listlardan ishlatilmagan uloqlar. Mana bu joylari 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lda kesmaydigan, ilmaydigan. Mana bu sondig'i yonlardan bukilgan. Zashta qiladi, akkumulyatorda tevasidan ham, bu yonidan ham ichiga narsa kirmaydigan holatda. Arqon puli, kulich, shunga o'xshagan narsalarni hisob ishlatsalaring bo'laveradi. Alohida sotiladi ham bu sandiqchalarimiz. Mana busi dugasi bo'ladi. Bu duga ham alohida sotiladi. Gaz ballonlar zashta qilish uchun ishlatiladi bu narsa orqadan. Hop, uloq poliga rezinkasi ham bor, alohida sotiladigan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida 1 soat, 1,5 soat ichida shunaqa holatda o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib, do'stlar, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.